O'g'lim, hech bo'lmasa ovqatingni yeb olgin. Onajon, iltimos meni tinch qo'yinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum Vaalaykum assalom. assalom. Kel. Nima bo'ldi, tinchlikmi? O'rtog'ing 3 kundan beri mana shu xonaga kirib olib, chiqmayapti. Kelinga ham javob berib yuboribdi. Menga qara, o'zing kirib bir gaplashib chiqmasang bo'lmaydi. Hozir. O'zim gaplashib chiqaman. Nima bo'ldi, o'rtoq? Men o'lib bo'ldim. Borib ko'mib kesing bo'ldi. Esing joyidami sani? Nima bo'ldi o'zim? Bundoq tushuntiribroq odamga o'xshab gapirgin. Afsuski siz bolali bo'la olmaysiz. Nimaga? Sizda gormonal o'zgarishlar bo'lgan. Bolaligingizda. Bolaligimda bo'lgan bo'lsa, hozir davolasa bo'lsa kerak. Davolasa bo'lar edi, agar sizni 12 yoshgacha olib kelishganida. Afsuski bolaligingizda sizga bee'tibor bo'lishgan. O'shaning uchun organizm o'sadigan yoshdan o'tib ketgan. Buni qayta tiklash iloji yo'q. Endi kech. Ayolingga nega javob bervording? Uni aybi nima? Unda ayb yo'q. Bir umr bepusht er bilan azob chekib yashaganidan ko'ra boshqasi bilan baxtli bo'lgani yaxshi. Ularga indamadingmi? Ha, ularga nima deyman? Sizlar sabab o'g'lingiz avlodingizni davom ettira olmaydi deymanmi? Yoki hammasiga sizlar aybdorsizlar deymanmi? Ota-onamga ya. Men arosatda qoldim. O'rtoq, farzandlaringga e'tiborli bo'l. Endi esa ket. Uzr. Voy. Adasi